Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Siz Sho'rchi savdo kanaldasiz. Siz bilan Nodir Shoh. Bugun oladigan videomiz iPhone'chilarga foydali bo'ladi, xudo xolasa. Chunki bunga beradigan ma'lumotimiz ularning telefoni uchun juda ham foydali bo'ladi. Mana ko'rib turibsizki, iPhone 17 Pro Max chiqqandan boshlab chiqqandan keyin juda ko'pchilik uni xarid qildi. Ya'ni iPhone 17 Pro Max ni juda ko'pchilik xarid qildi, lekin uning telefonining xarakteristikasi, ya'ni uning kayfiyati bilan hech kim qiziqmadi. Ya'ni telefon haqida ma'lumotlarni oladigan odamlar juda ham kam bo'ladi va ba'zan bo'ladi, ammo ko'pchilik bunga qiziqmaydi. Ya'ni telefon haqida ma'lumotni oladigan odamlar juda ham kam bo'ladi, haqida qiziqadiganlar. Masalan, iPhone 17 Pro Max telefoni 40 watt quvvatlagish talab qiladi. Hozir esa juda ko'pchilik buni 20 wattli zaryadkaga quvvatlab kelmoqda. Bu telefonni batareykasini ishdan chiqaradi. Ya'ni 20 wattli zaryadka qo'yib yurish, 40 wattli zaryadka qo'yishdan o'rniga 20 wattli qo'yib yuribdi. Hozir juda ko'pchilik, masalan, juda ko'pchiligi original iPhone galovka olgan, vattiga qarasangiz 20 watt. 20 wattli ga qo'yib yuribdi hozir ham juda ko'pchiligi. Aslida 40 wattliga qo'yish kerak edi. Keyin masalan yangi iPhone telefon olgan odamlar bor, aksessuar do'konlariga boradi. Endi zaryadka olish kerak, zaryadka olish uchun boradi. Aytadi, original zaryadka bering deydi. Sotuvchi ham original zaryadkani beradi. Hozircha mana original zaryadka bizda ham 395 ming so'm original zaryadka. iPhone'ning original zaryadkasi oladi. Ammo bu 20 wattli. 20 wattli zaryadka. Sotuvchi ham e'tibor bermaydi. Telefon 40 wattli oladi, ammo ba'zi sotuvchilar bunga e'tibor bermaydi. Original bo'lsa bo'ldi. Oluvchiga ham farqi yo'q, original bo'lsa bo'ldi. Oladi. Telefonini qo'yadi, zaryadga qo'ygandan keyin telefoni sekin zaryad oladi. Birinchidan sekin zaryad oladi va telefon batareykasi uzoqroq vaqt qiziydi. Bu qizishi albatta batareykani tez ishdan chiqishiga olib keladi, tez eskirishiga olib keladi. Chunki masalan 1 soatda to'ladigan batareyka 2 soat, ba'zi payt 2 soatdan oshiq vaqt zaryadkada qolib ketadi. Bu ortiqcha qizishiga olib keladi batareykani. Keyin batareyka ishdan chiqishiga olib keladi. Keyin biroz ishlatgandan keyin yo'nkisi tushib ketadi. Telefonining yo'nkisi tushib ketadi yoki batareykasi tashlaydigan bo'lib qoladi. Ba'zan shishib ham ketish ehtimollari bo'ladi. Batareykada nosozliklar bo'lib, keyin ayb telefonda deb o'ylashadi. Ammo quvvatlagich tanlashda ham juda e'tiborli bo'lmasa, shunaqa muammolar duch kelishi mumkin. Masalan, hozir qo'yib yurganlarning ko'pchiligi 20 wattga qo'yib yuribdi-da. 20 watt kamlik qiladi. iPhone o'zining rasmiy sahifasida telefon 40 wattga zaryadlanishi haqida ma'lumot bergan. iPhone 17 Pro Max 40 wattga zaryadlanishi haqida aniq ma'lumot berib o'tilgan va qancha vaqtda to'lishi haqida ham aniq ma'lumot berilgan. iPhone 1 soatdan oshiqda to'ladi. 1 soat 13 minutmi adashmasam, shuncha vaqtda 100% quvvatga chiqadi. 1 soatdan ozgina oshiq vaqtda 100% quvvatga chiqish haqida ma'lumot berilgan. Ammo 20 wattga qo'ygandan keyin birga bir razilsa qilyapti. Bu 1 soatda to'ladigan bo'lsa 2 soat va undan oshiq muddatda to'ladi. Ya'ni 2 soatda to'ladi. Bu telefonda ortiqcha qizishiga olib keladi. Keyin ba'zi telefon ishlatadiganlar uzoq vaqt to'lishiga chidolmaydi, zaryadga qo'ygan holda ishlatadi telefonni. Bu 2 karra zarar. Telefonni keskin
qizishiga olib keladi va zaryadi batareykani ishdan chiqishiga tezroq olib keladi. Undan ko'ra tezroq to'ldirib ishlatgan ancha ma'qul. Shunga e'tiborli bo'lish kerak. Xo'p, nima qilish kerak? Hozircha 40 vatli menda yo'q. Ya'ni iPhone'ning original quvvatlagichi hozircha menda yo'q. Ammo bo'lishi mumkin, qaysidir sotuvchilarda olib kelgan bo'lishi mumkin 40 vatli original quvvatlagichini iPhone'ni. Xo'p, agarda topa olmasangiz nima bo'ldi? Hech qisi yo'q. Masalan, mana Samsung firmasida chiqqan. Samsung degan yozuvi bor. Nima bo'libdi? Samsung degan yozuv bo'lsa, telefoningizda yetarli quvvat bersa bo'ldi-ku. Masalan, mana bu 45 vatli quvvatlagich. 40 vatini oladi, 5 vati zapasida turadi. Xo'p, nima bo'libdi? Samsung degan yozuv bo'lsa, telefoningizga kerakli quvvatni, vatni bersa, toza quvvatni yetkazib bersa bo'ldi. Nima ahamiyati bor sizga shu iPhone'niki bo'lishi shart degan. Masalan, sizga shuncha quvvatni yetkazib beradigan quvvatlagich bo'lsa, original bo'lsin, xo'p, mayli, original bo'lsin. Boshqa kompaniyaniki bo'lsin, nima bo'libdi? Telefoningizga yetarli vatni yetkazib bersa bo'ldi-ku. Undan ko'ra masalan 20 vatni ishlatgandan ko'ra hozir juda ko'p joyda 20 vatli original zaryadkalar turibdi. Bular eskirdi o'zi. Bularning vaqti o'tdi. 20 vatni. Hozir iPhone'ning juda ko'p modellari 20 vat emas. 23 vat, 25 har xil vatli, 30 vatli har xil vat qabul qiladi. 20 vat emas. Bu eski modellarga tushadigan bo'lib qoldi hozir. Chunki iPhone yangi model chiqqandan hamma yangi modelni olyapti-ku. Ammo zaryadchikda eski modelni ishlatyapti. Bu batareykasini ishdan chiqaradi va sekin quvvatlashiga olib keladi. Shuning uchun xo'p, agarda 40 vatli zaryadka iPhone'da original 40 vatli, mana bunaqa 40 vatli shunaqani o'zidan 40 vatlisini topa olmasangiz nima bo'libdi? Samsungnikini ishlating. 45 vatlisini 40 vatini oladi, 25 vati zapaskiga bo'laveradi. Zato telefoningiz batareykasi sizga uzoqroq vaqt xizmat qiladi, yo'mkis tashlamaydi, tez buzilmaydi, batareyka shishib qolmaydi. Shunaqa muammolar bo'lmaydi. Sizga shunisi juda ham qulay bo'ladi, telefoningiz uchun foydali bo'ladi. iPhone ishlatadiganlar mana shu narsaga e'tiborli bo'lish kerak, chunki internetlarda bunaqa ma'lumotlar berilmagan. Ya'ni nazariy jihatdan kompaniyalar bunaqa ma'lumotlarni bermaydi. Ammo amaliyotda biz ko'p ko'ramiz, amaliyotda bunaqa muammolar juda ham ko'p. Ya'ni tezkor quvvat oladigan yoki super tezkor, очень быстрый zaryadka oladigan telefonlarga uzoq vaqt oddiy zaryadka, arzon yoki oddiy zaryadkalardan foydalanish uni batareykasini ishdan chiqishiga, shishib ketishiga, zaryadi ushlamasligiga va tezkor, очень быстрый zaryadka funksiyasi, ya'ni shunaqa oladigan funksiyasi yo'qolib ketishiga olib keladi. Chunki biz ko'p ko'rganmiz, telefon очень быстрый oladigan telefon haqida ma'lumotda очень быстрый tezkor quvvatlashni qabul qilishligi haqida ma'lumot berilgan. U oldin olgan yangiligida. Ammo bu keladi, shunaqa yaxshi zaryadga qo'yamiz, telefoni очень быстрый tezkor quvvatni qabul qilmaydi. Oddiy quvvatlash, zaryadlash degan yozuv chiqib turadi. Keyin buni tagini surishtirganimizda uzoq vaqt oddiy quvvatlagichlardan foydalangan, juda uzoq vaqt oddiy quvvatlagich ishlatib yurgan, natijada очень быстрый, fast, juda tezkor quvvatlash tizimi yo'q bo'lib ketgan. Shunaqa holatlar bo'ladi. iPhone'ingizda ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Ishlatib yurganingizdan keyin uzoq vaqt 20 vatga zaryadka qo'yib yurganingizdan keyin albatta zaryad, batareykaga zarar bo'ladi. Buni albatta nazariy jihatdan internetlarda topa olmaysiz. Bunaqa ma'lumotni hech qanday kompaniya bermaydi. Rasmiy manbalardan topa olmaysiz. Ammo amaliyotda biz kuzatyapmiz, shunaqa holatlar ko'p uchraydi. Shuning uchun iPhone ishlatadiganlar albatta
Mana shu narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Men ko'pincha Androidlarga ishlash prinsiplarini ma'lumot berib o'taman ishlash haqida. Bugun esa iPhonechilar uchun foydali bo'lish uchun shu ma'lumot foydali bo'lish uchun berib o'tyapman. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozir batareyka videoning oxirida shu zaryadchikni ham o'zini ko'rsatib o'taman.